Bugun sizlar bilan shunaqa ajoyib bilinchik retseptini bo'lishaman. Idishga birinchi bo'lib 3 ta tuxumni, albatta yuvilgan toza tuxumni chaqib olamiz. Orqasidan 3 qoshiq shakarni solamiz va birinchi bilan yaxshilab aralashtirib olamiz. Aralashtirib bo'lganimizdan so'ng o'zimizga kerakli bo'lgan stakanda un olamiz va uni yarmini yaxshilab elakdan o'tkazib, keyin yana birinchi bilan yaxshilab aralashtirib tashlaymiz. Unni durdalari ketguncha yaxshilab aralashtiramiz. Orada yarim choy qoshiq soda qo'shganman, o'sha videoga tushmay qolibdi. Keyin esa 3 osh qoshiqda toza o'simlik yog'i solamiz va yana birinchi bilan yaxshilab aralashtirib tashlaymiz. Un solgan stakanimiz bilan bir xil o'lchamdagi stakanda sut solib, bunni ham qolganini elakdan o'tkazib yaxshilab aralashtirib tashlaganimizdan so'ng yana o'sha stakan bilan oldindan qaynatib qo'ygan qaynoq suvimizni qo'shib olamiz. Menda o'sha joyi videoga tushmay qolibdi. Video ostiga opисаниесiga retseptini yozib qoldiraman. Shunaqa tayyor suyuq holatga kelgandan keyin gazga bilinchik pishiradigan tovamizni qo'yib, bilinchlarimizni birin-ketin pishirishni boshlaymiz va undan oldin qo'shnidan olgan yog' surtadigan reshotkamiz bilan tovamizni yaxshilab yog'lab olamiz. Shunaqa ketma-ketlikda ajoyib bilinchiklarimizni pishirib oldim. Ko'rganingizdek, menda shuncha bilinchik tayyor bo'ldi. Yoqimli ishtaha va videoga like bosish esingizdan chiqmasin.